ko'rsatadi. 28 ko'rsatyapti. Bu 29 bo'lsa, devor tomondagisi. Bunisi 28. Kuzatamiz. Bu applikat qilib qo'yaman, hozir yana natijani ko'ramiz. Bu mana bu yerda tovuqxonamizni applikasi. Bu yerda o'sha maran tovuqlarimiz yurgan bo'lgan. Mana taylari ho'l, e'tibor bersalaring, applikalarni yig'ishtirib oldim hammasini, axlati bilan billaydi. Sababi joy iflosib ketmagandi. Sababi bu yerda nima suv toshib ketgan edi. Ya'ni shlenda tashqarini sug'organdan keyin kelinimiz ujinga chaqirishgandi. Shlenda shunday masjidga tashlabman, ujinga kirib ketibman. 1 soatdan keyin chiqsam, o'sha betonni bo'yiga yaqin bo'lib borib qolibdi. Suv baliq qurib qoldi ancha. Yangi applikalarimiz poddonni ustiga qo'yganimiz uchun applikalarimiz quruq turibdi. Bu tomonlar hammasi ho'l bo'lgani, mana betonlar ham ho'l. Hozir applikani grasidan ko'rsatib o'taman o'rtoqlar. Mana applikamiz grasi beta 30-99 bo'lyapti, ya'ni 31. Endi applikaning yonini ichki qismini o'lchaymiz. Mana shu yerda teshib o'lchaymiz. Bu ham applika o'zi 5-6 qop chiqqan edi. Hozir olib chiqib tashladim bo'sirga, 2 qop qoldi. Ko'ramiz, agar applikamizni o'rta qismi qizib, issiq 30 dan yuqori bo'lsa, demak bakteriyalar rivojlanayotgan payti bo'ladi. Ya'ni bakteriya ishlab rivojlanganda o'sha applikani ham qizitadi. Ana shu holatda tovuqlar applikadan narsa yesa kasal bo'lishiga sabab bo'ladi. Kuzatamiz, ozgina sabr. Mana o'rtoqlar 5 minutdan keyingi 34.9. Ya'ni halinde 29 bo'lgan bo'lsa, o'sha 5 gradus yuraq bo'lyapti, mana 94 namlik bo'lyapti. Men narigi qopni ko'ramiz. Mana buni mashitlariga tiqib 5 minut kuzatib, keyin yana tekshirib ko'ramiz. Mana o'rtada ko'tarilib boryapti, 37 ga chiqdi, 37.3 ko'tarilib boryapti gradus. Sababi o'rtasi qiziyapti. Bakteriyalar o'rtasi rosa rivojlanyapti. Aktivlashyapti. Tovuqxonani applikalardan va suv chiqdi, hammasi suv. Shunaqa bo'lish kerak ekanda. Mana o'rtoqlar, qopni o'rtasini tekshiryapman. 38,5. Xona harorati 29. E'tibor beramiz. 10 gradus pastda tafovut qilyapti. Namlik mana 101% gacha chiqib ketyapti. Namliga e'tibor beramiz. Bundan chiqdi nima deyilyapti? Deyilsa mana 38,5. Nimaga olindi? Tashqariga o'sha mana gradus tushishni boshlayapti. 37, 36 bo'libmi? Bundan chiqdi. Bu quyosh nurida oftobda turmaganida halinde yig'ishtirdim. Bu yerda bu 3 kun oldin applika mana shu yerda turgan bo'lgan, suv bosgan, xullas shilta holatida. O'shaning uchun 100 dan oshib ketyapti namligi. Qopga solgandan keyin mana 1 kun bo'ldi. 1 kun turganda o'sha xonaning haroratidan o'sha 38,5 gacha chiqyapti. Hozir balkim o'rtalari 40 ham bo'lsa kerak. Bu bir hafta shu holatda tursa, o'sha 50-60 gacha ham chiqadi. Sababi bakteriya yana ham rivojlanib oladi. Tovuqning go'nglari bilan applikaning namligini hisoblaydi. O'shaning uchun ko'p takrorlaymiz, ko'p mutaxassislar ham aytadi, to'shama nam bo'lmasin, quruq bo'lsin. Namlikda bakteriya rivojlanadi. Bakteriya rivojlansa nima bo'ladi? Tovuqning kasalligiga sabab bo'ladi. Tovuqlar kasalligi ko'payadi. Salomat bo'linglar.